Hammaga salom bo'lib, bugun Bo'lib bir daqiqa vaqtlaringizni olaman. O'sha kanal sonini olib, videoga like bosishni unutmanglar. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Va videoni mazza qilib tomosha qilinglar. Va yeyishga nimadir olib olinglar. Unda bugun sizlar bilan qiziqarli o'yinlarni yigirmatasini har esa bitta o'ynab chiqamiz. Unda boshlandi o'yin. Faqat ikkalamiz o'ynaymiz. Bo'ldi. Xafa bo'lmasizlar, faqat 2 kishi o'ynaymiz. 4 kishi bo'lsak qiynalyapmiz va men yutdim bolalar yana. Bo'ldi, endi yangi o'yinga o'tamiz bolalar. Parkurli. Nutning parkurli sivilizatsiyasi. Va men yutdim bolalar. Desam, Ziyajon yutibdi. Bir hozircha hisob. Bolalar, hozircha ikkinchi o'yinga ketyapmiz va uchinchi o'yin. Qaysi birimiz yutamiz deb o'ylasizlar? Kommentariyaga yozinglar, hoziroq yozinglar. Men yutdim bolalar. Qabrini olib oldi. O'shanchun bo'ldi. 2-1 hozircha hisob. Eng yomon ko'rgan o'yinim bolalar. Bolalar, hozircha biz mana bu qumli etapni o'ynaymiz. Voy, eng yomon ko'rganim bolalar. 1 2 3 ketdi. Bolalar, hozircha durbaga oldim-da. Yo, bolalar, men orqaga ketyapti. Men oldindaman. Bolalar, Janursim haydash bo'yicha ozgina mashq qilishim kerak. Qudraring meni baribir chekada hech kim yuta olmaydi. Bugun eng kuchlisi Ziyajonning mahoratlariga bog'liq. Eng kuchlisi bu o'yin bo'yicha. Uchinchisi bo'ldi. Sen ketaman. To'g'ri. Yutib bo'ldimi? Bo'ldi. Men yutdim bolalar. 2-2 hisob. Hozircha biz top o'yini. Yaxshi ko'rganim futbol. Moya qilib o'rataman. Yaxshi. Davay o'ratib. Bolalar, yo'q zarba. Voy, Jilunov. Top mendan boshlanadi. To'pim. Qara. Chicha. Yo'q. Barata borimiz bo'takan.